Assalomu alaykum. Men tish doktor Almaz Medline klinikasida Almazbekov Adilbek bo'laman. Breketni ikki xil turi bo'ladi, yechiladigan va yechilmaydigani. Yechilmaydigani bu breket temirlik bo'ladi, tishingizga o'rnatiladi, 2 yil davomida, 1 yil, 2 yil davomida turadi. Yechiladigani bu aligner kapa sifatida bo'ladi. Har 10 kun, 14 kun kapa almashiladi. Tishingiz tekislanmagunicha. Breketni 14 yoshdan qo'ysa bo'ladi. Breket qo'yganingizda uxotni tishlarga juda kuchli, e'tiborni juda kuchli qilish kerak. Nimaga deganda, tishlarning orasida ovqat qolib ketishi mumkin emas. Ovqat yedingizmi, tishni har doim tozalash kerak. Zubnoy shotka har doim yoningizda bo'lishi kerak. Irrigator olishingiz kerak. Tishga juda qattiq e'tibor berishingiz kerak. Breket tushib qolsa, sinib qolsa yoki uzilib ketsa, shu vaziyatda siz mutlaqo darrov stomatologning oldiga borib, yengitdan uni qo'ydirishingiz kerak. Bo'lmasam vaqt o'tib ketib, agar cho'zib yursangiz, boshqatdan yengitdan hamma ishni boshlash kerak bo'ladi. Chet el safarida bo'lganingizda breket uzilib qolsa, sinib qolsa, unda siz shu breketni ehtiyot qilib chetga yechib qo'yib, olib qo'yishingiz kerak. Toshkentga kelganingizda, qaytib kelganingizdan keyin sizga o'zingizni ortodontingiz yengitdan shu breketni qo'yib berish kerak. Boshqa ortodont ishni olib bormaydi. Kim boshlagan bo'lsa, o'sha odam tugatish kerak. Breket bilan alignerning farqi shundaki, breket tishingizda ko'rinib turadi. Qanaqa turayotgan, nima bo'layotganidan. Aligner bo'lsa, bu kapa rangsiz kapa bo'ladi. Uni siz kunida 22 soat taqishingiz kerak. Faqat ovqat yeyotgan paytingizda uni yecha olasiz. Ovqat yeb bo'lib, tishlaringizni tozalab, kapani yengitdan taqib qo'yishingiz kerak. Uxlaysiz ham kapa bilan birga, doimo faqat kapa bilan birga. Faqat ovqat yeyotganingizda kapani yechasiz. Aligner nafaqatki tishni tekislash vazifasini bajaradi, yana bundan tashqari kimda bruksizm bor bo'lsa, tishni kechasi g'ichirlatish bor bo'lsa, aligner shuni to'xtatadi. Tishga steraymiz unaqa bo'lmaydi. Shuni to'xtatadi. Savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman. Sizni tabassumingiz juda qimmat turadi.